Moskva territoriyasida, Moskvaning sentrida ayrim qandaydir katta sklad yoki shunaqa joylarga navigator ishlamaydi. Xo'p, tupik bo'lib qoladi. Bir oldinga, bir orqaga, bir ba'zi vaqtida navigator ko'rsatmay qoladi. Shunga ba'zi birlar aytadi, iPhone olish kerak, buni qilish kerak, tuda har xil savatlar beradi-ku. Hammasi bekor. Hamma telefon bir xil ishlaydi. Ishlamagan joyiga ishlamaydi. O'shaning uchun nima telefon bo'lsa, qanday telefoningiz bo'lsa, farqi yo'q, ishlataverish kerak. Va avvalo shu ishonch, nariga sentrga yo shunaqa territoriyalarga, markazlarga o'tib qolgan payt shoshib yoki shunaqa holatlar bo'lmasa, o'zingizga ishonsangiz, bemalol ishlasangiz bo'ladi. Avvalo birinchi marta Yandexni boshlaydigan bo'lsangiz, Yandex dastavkani Moskva territoriyasida boshlaydigan bo'lsangiz, meni maslahatim, o'zingiz biladigan birinchi kelgan rayoningizga Moy rayon degan sistema bor. Shu Moy rayonni qo'yib turib, boshida Moskvani, territoriyani qanday zakaz beradi, nima qiladi, birinchi yaxshi o'rganib olib, keyin chiqishda maslahat beraman. Birdaniga sraz chiqaman desangiz, navigator ishlamay qolsa, joy topa olmasangiz, bu Yandexda ko'nglingiz ham qolib ketadi, ishlagingiz ham kelmay qoladi. Yaxshi ishlasa beradi. Ishlasa bo'ladi. Maksimalni 10 soat, 12 soat ishlasangiz, 7000-8000 atroflarida pul topsa bo'ladi. O yeb icharingiz, unaqa narsalar Balibom hamada bo'lsa kerak, ketadi, 500 rubl, 1000 rubl ketadi. Xudo xohlasa, mana bu noyabr-dekabr oyida yaxshi ish bo'lishi kerak. Ko'ramiz yana, Alloh berganda.